Biz doim ham qalbimizdagi e'tiroz va isyonni sezmaymiz. Isyon bilasizmi, qachon uyg'onib avjiga chiqadi? Qachonki biz o'zimizni, hayotimizni boshqalarniki bilan solishtirsak. Nimaga unda bor, menda yo'q? Nega u shunday katta hovlida yashaydi-yu, men esa 2 xonali kvartirada? Nega falonchini eri mehribon, meniki esa to'pori, e'tibor qilishni ham bilmaydi kabi taqqoslashlar bor. Bilingki, mana shu narsa yo'qolmas ekan, siz vaqt haqida unuting. Vaholanki sizni o'sha 2 xonali uyingiz ham, to'polonchi farzandingiz ham, hattoki o'sha eringiz ham kim uchundir bir orzu. Solishtirish, agar bu tuyg'uni ildiziga nazar soladigan bo'lsak, bu to'g'ridan to'g'ri yaratganga e'tiroz deganidir. Sen menga nohaqlik qilding degani bu. Bu ketishda bilingki, sizda hali beri qalbingiz xotirjamlik topmaydi. Shukri yo'q qalbdan sakinat cheklanadi. Sakinat bunday qalbga yaqinlashmaydi ham.